Anavi Matniyozov bor edi-yu. O'sha tinchmi dada? Matniyozov? Jaloliddinmi? O'sha. Hakimning otasi ketdi. O'g'lini olib ketmoqchi. Uni otasi yo'q edi-yu. Shunday, lekin endi paydo bo'ldi. Otasi kelgan bo'lsa, berib yuboringlar. Siz uni bolalar uyiga tashlab ketmasingizdan oldin otasi edingiz. Endi uni otasi davlat. U shu yerda qoladi. Biz uni hech qayerga qo'yib yubormaymiz. U o'zini boqib olishga qurbi yetdimi? Bundan keyin ham qurbi yetadi. Bo'lsa, kechiringlar. O'rta. Qo'lingizdan keladi-yu. Iltimos, nimadir qilib bering. Qiyinmas-ku sizga bu narsa. Mayli, men bir o'ylab ko'ray. Rahmat. Endi nimalar qilaverasan, ey? Ey, eshitdinglarmi bolalar? Nimani? Biz ishtirok etgan qo'mondonlik kubogi bor-ku. Xo'sh. O'shani taqdirlash marosimi bo'lar ekan. Aha. Tezlash. Taqdirlash marosimiga ota-onalar shahar hokimiyatidan kelishadi. To'xtab tur, qayoqqa shoshyapsan? Ol mana buni. Ey, Ha, g'olibni qanday tartibda taqdirlashni bilasanmi? xo'sh. Qo'mondonning shaxsan o'zlari. Yo'q-ey. Qo'mondan deysan. Hakim bilan Jaloliddin yulduz olarkanda o'sha paytda. Jalolga tila-tilagingni deyishar ekanda. Shunday. Jaloliddin menga qara. Anavi granata haqiqiy emasligini bilarmiding? Qayerdan? Yo'q, bilmasdim. Hammamiz o'zimizni yerga tashladik. Bitta sen granatani ustiga tashlading. Bunaqa payt hamma o'zini jonini o'ylaydi. Va keyin bunaqa narsa qo'rqqanda kallangga kelmaydi. Hamma o'zini jonini o'ylagan payt sen granatani ustiga tashlanding. Nima, seni joning ko'zingga ko'rinmadimi? Yo'q, ko'rindi. Men ham hammaga o'xshab sakradim-ku. Shunchaki granata o'rtada turuvdi. Agar portlasa kimgadir zarar yetishi mumkin. Men shunchaki o'qituvchimiz o'zini savdosh haqidagi voqeani aytib bergan esimga tushib ketdi. Shu? Sen bilan faxrlanaman oshna. Hey, ishingni qil. Faxrlanishga arziysan. O'g'lim bilan gaplashgandim. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri chiqdi. Unda taxminimiz to'g'ri ekanda. Ha. U Faxriddinning nayranlariga ishongan. Faxriddin katta o'yinlar uyushtirgan. U o'g'lim g'olib bo'lish uchun maxsus dastur ishlab chiqqan. O'yinga shunchalik berilganki o'g'lim atrofida nima bo'lganini tasavvur ham qila olmagan. Aka, bu hozir aksariyat yoshlarga tekkan kasallik. Ular o'zlarini go'yo Superman deb o'ylashadi. Ha. O'g'limga jazo bormi? Yo'q, u hali yosh bola. Uni tarbiyalash mumkin. Ammo Faxriddinni qo'lga olishimiz kerak. Uni qachon qamaysizlar? Dalillar bilan qo'lga tushgan kuni. Sizga katta rahmat. Bizga ancha yordam berdingiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan dala o'quv mashg'ulotlaridagi okrug qo'shinlari qo'mondoni kubogi musobaqasida 102 va 103 guruhlar ishtirok etishdi. Musobaqa natijalariga ko'ra umumiy ballarni hisoblasak, 102 guruh 35 ball to'pladi, 103 guruh esa 37 ball to'pladi. 103 guruh mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Birinchi o'rin o'quvchi
Bo'riyev Hakim va uning komandasi. Ikkinchi o'rin o'quvchi Matniyozov Jaloliddin va uning komandasini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Ikkinchi o'rin Mayor Zokirovning komandasi. Komanda sardori o'quvchi Matniyozov Jaloliddin va uning komandasi. Marhamat. Matniyozov Jaloliddin. Hurmatli polkovnik, o'quvchi Matniyozov mukofotni qabul qilish uchun yetib keldi. Tabriklayman. Shu. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Birinchi o'rin o'quvchi Bo'riyev Hakim va uning jamoasi. Marhamat. Hurmatli polkovnik, o'quvchi Bo'riyev taqdirlanishga yetib keldi. Tabriklayman, yashanglar, Bo'riyev. Shu bilan birgalikda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonining kubogi Hakim Bo'riyevning komandasiga nasib qildi. Tabriklayman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bo'ldi dadasi, bo'ldi. Ha, Ana to'g'ri bo'ldi. Topdi joyini. Topdi dadasi. Dadasi, ba'zida sizni kallangiz ham ishlab qoladi-da. Ha, ikkalamizni ham kallamiz ishlaydi. Ishlamaganda o'sha joyda farzandimiz maktabda o'qirmidi? Shuni ayting. Dadasi balki Jaloliddinning suratini mana shu yerga osarmiz-a? Ketdik onasi unda. Bo'pti, yuring. Yoshuli. Halimboy, keling, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Tinchmi? Nechun yo'qlabdilar? Ha, bir yo'qlab keldim-da. Ha, qani uyga? Rahmat. Hozir. Omonatingizni berib qo'yay deb keldim. Halimboy, hali musobaqa qilganimiz yo'q-ku. Musobaqa qilishga hojati yo'q. Nabirangiz yutdi. Bu endi sizniki. Rostdanmi? Ha, rost. Mayli, menga ruxsat. Hammasi yaxshi. Ya to'g'ri, hayajon bo'ldi. Men endi hayajonlanmas ekanman. Odam ko'p edi. Bolalar, dahshatli yangiligim bor. Yangilik. Hammamizga bir haftalik ta'til berildi.
Bosh kelmaymiz. Ya bismillah. Ana. Bolalar esinglardami? Urganchga ketaverishda katapulta attraksion ochilgandi. Xo'sh, O'sha yerga aylanishga borsak nima deysizlar? yaxshi fikr. Boramiz. Zo'r. Katapultada nima bor? Undan ko'ra kinoteatrga borish kerak. Yangi bir Gollivud kinosi chiqqan. Qo'ysang-chi. Bitish kino ko'radigan ahvolda emasmiz-ku. Qo'y. O'zi har kuni bidish bo'lib yotibdi. Kim aytdi senga bidish deb? Askarlar haqida yaxshi kino. Bo'pti. Sen aytgandek bo'la qolsin. Lekin kinoteatrdan chiqib aylanishga boramiz. To'g'ri. Agar yaxshi kino bo'lsa, men roziman. Yaxshi, kelishdik. Oldin kino, keyin aylanish. Xo'p. Unda men qo'ng'iroq qilib 4 ta joyni band qilib qo'yaman. Bo'ladi. Hakim borarmikin? Hakimni telefonga chaqirishuvdi, kelib qolsa kerak. Kel hakim. Hozir seni eslab turgandek. Biz kinoga tushmoqchimiz. Keyin katapultaga boramiz. Senchi? Xullas, yomon xabar bor. Hozir Shunqor bilan gaplashdim. Otasi juda ham og'irlashib qolibdi. Qisqa vaqtda katta pul topish kerak ekan. Shunaqa-de. Yaxshi ish bo'lmabdi-ku. Shunchalik jiddiymi vaziyat? O'ta jiddiy. Operatsiya Toshkentda bo'lar ekan. Katta pul kerak ekan. Qancha ekan? Juda katta. Bolalar, zudlik bilan pul topmasak bo'lmaydi. Nimadir qilishimiz kerak. Nimadir o'ylab topish kerak. Meni bobom. Xo'sh, Balki hammamiz ko'chaga chiqib pul izlab ko'ramiz. Yo'qsa bir joyga o'tib kelishim kerak. Xullas bolalar, zudlik bilan hamma ko'chaga. Tanishidanmi, qarindoshidanmi, kimdan bo'lsa ham pul topish kerak. Tushundikmi? tushunarli. Bo'ldingmi Jalol? Kiyimlarni Sen qayerga kiydik. boryapsan? Albatta uyimizga. Bo'pti. Bolalar, ko'rishamiz. Hammaga omad. Jalol, to'xta. Bosh kiyiming qolib ketibdi. Rahmat. Assalomu alaykum oyi. Nimaga qaytding? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchlikmi? Bobom yo'q, dadam uydamilar. Dadang bozorga ketgan, bobong uxlayapti menimcha. Nima bo'ldi? Tinchlik, xavotirlanmang. Men uxlaganim yo'q. Ozgina ko'zim ketib qopti. Iya Jaloliddin. Assalomu alaykum Matniyoz bobo. Erkin. Qani endi? Barakalla askar bolam. Yasha. Qani, o'tir. Ya bismillah. Xo'sh. Qani, o'qishlar qanday? Bobo, men qilich masalasida kelgandim. Men revanshga tayyorman. O'sha sizga qadrli bo'lgan qilichni qaytarmagunimcha vijdonim meni tinch qo'ymaydi. Avval vijdon, halovat degan narsalarni tushunmas eding. Barakalla bolam, barakalla. Sendagi o'zgarishlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Lekin bellashuvga hojat yo'q. Qilich o'zimizda. Nima? Qanaqasiga o'zimizda? Halim olib kelib berdi. Aftidan o'shanda o'g'li qirrom qilganligini bildi. Bobo, o'sha qilig'im uchun meni kechiring. O'tgan ishga salovat, uni unut.
Muhimi, endi sen nimalarni qadrlashni bilding. Shunisi muhim. Bobo, menga pul kerak. Pul qancha? Ko'p pul kerak. Tinchlikmi? O'rtog'im bor-ku, Shunqor. O'shani otasi kasal bo'lib qopti. Operatsiyaga ko'p pul kerak. Shunga kompyuterimni sotsammi devdim. Ha. Assalomu alaykum Omon aka. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Ha, men Murod. Tanidingizmi? Ha. Aka, bitta iltimos bilan telefon qilyotgandim. Ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. O'rtog'imning dadasini mazasi bo'lmay qopti. Shunga iloji bo'lsa, jo'natib yuborsangiz bozorda edim. Bo'ldi. Taksi kelib turib telefon qilsa, olib qolaman unda. Kutib turaman. Xo'p, shu nomerimni berib qo'ying taksiga. Xo'p. Bo'pti, rahmat. Og'ayni. Assalomu alaykum, yaxshimisan? Salom. Bormisan? Keldingmi? O'zing yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. Uzrda og'ayni, seni ham bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Rahmat senga og'ayni. Do'stingning otasi tuzalib ketsin. Sog' bo'lgin. Shu qoraqalpoqdan bitta bo'lsa ham do'sting bo'lsin deydi-yu. Rahmat. O'zingni ehtiyot qil. Yaxshi yetib borgin. Gaplashamiz. Oq yo'l senga. Shunday qilib ko'rsatmatni yozib. Ha, bobo. O'qishga borasanmi? Albatta. To'g'ri o'libsan. Xo'p, mayli. Bora qol. Ha, ana kelyapti, jon bolam. Kel, bir quchoqlab qo'y. Joning sog' bo'lsin, jon bolam. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, puling bormi, Jalol? Hammasi bor. Assalomu alaykum. Ehtiyot bo'lib yurgin. Bobojon, xayr. Bor. Bormi? Xayr. Bo'lmasa beray. Yo'q, shart emas. Xo'p. Mayli bobo, xo'p. Yaxshi qoling. Xayr. Omon bo'l. Ha, otaxon. Eshitaman. Halimboy, oldinga bir taklif bilan keldim. Taklif? Qanaqa taklif ekan? Menga pul kerak. Ko'p pul. Pulni nima qilasiz? Jaloliddin Kursoshining otasi og'ir ahvolda yotibdi ekan. Otasini operatsiya qilish uchun ko'p pul kerak. Sen shaharning boylaridansan deb oldinga keldim. Lekin garibga qo'yadigan hech narsam yo'q. Shu qilishni olsang-ku, shu bolaga yordamlashib yuborsang. Matniyoz og'a. Ha, u oilaviy yodgorlik-ku. To'g'ri, bilaman. Ko'p o'yladim. O'ylab shu qarorga keldim. Ha, bu Jaloliddinning qilichi degandingiz-ku. Meni o'rnimda Jaloliddin bo'lganda ham shu ishni qilgan bo'lardi. Ha, oqsoqol. To'g'risi meni katta hayratga soldingiz. Bu qilich bobomga birovning jonini olish uchun emas, hayotini saqlab qolish uchun berilgan. Biz o'sha bolaning otasini hayotini saqlab qolishimiz kerak. Halimboy. Garajga bir kirib o'tamiz, xo'pmi? Faxriddin degan odam taniysanmi? Bizning ma'lumotlarga qaraganda sen shuni akasimi, jiyanimi bo'lar ekansan. Yo'q aka, men begonaman. Yaxshilab o'ylab ko'r, balki kimnidir tanirsan. Tezlash. Alo aka, qoching. Tezlashamiz. Ketdik.
orqaga qara kelyaptimi? Yo'q, yo'q. Yaxshi. Endi qara aytganimni qil. Qochga endi, tushundingmi? Qoch. Uyingga qarab qoch. Telefoningni ko'tarma, qisman bo'ptimi? Sog' bo'l. Keldinglar. Yaxshimisan? Yaxshimisan, tinchmisan? Qishloqdan ayttirib o'rgandim. Mana keldi. Balki yetib qolar. Ha, tushunarli. O'tiringlar, hisoblaymiz. Mana buni do'stim tashlab ketdi. Hozir bori shu. Menda esa biroz kamroq. Mayli. Bo'pti. Muhimi harakat qilib berayotganing. Ibrohim alayhissalom o'ta yonayotganlarda chumolini qilgan ishi esingdami? Yo'q, nima bo'lgandi? Ibrohim alayhissalom o'ta yonayotganlarda chumoli suv tashiydi. O'tni o'chirish uchun. Hamma uni ustidan kuladi. Bu tashiyotgan suving nimaga yetardi deb. Chumol shunday javob beradi. Muhimi suv emas, o'tni o'chirishga bo'lgan harakating deydi. Ya'ni sen kim tomonidaliging? Ma'nili rivoyat ekan. Jalol, Keldingmi, Jalol? keldingmi? Hozirgina topgan pulimizni o'rtaga tashlayotgandik. Mana. Kompyuterimni sotdim, sal eskiroq edi shunga. Yaxshi. Eng muhimi shu. Sen shuncha paytdan beri o'zingga eng qadrli narsangni sotding. Yaxshi. Men ham bunaqa vaziyatda o'zimga qadrli bo'lgan narsamni sotgan bo'lardim. Ha. Hozir ko'ptogim yonimda bo'lganda men ham o'shani sotardim. Ko'ptogingni puli nimaga ham yetardi? Qanchaga olardi uni? Do'stim, u ko'ptok men uchun juda ham qadrli. Unga Mirjalol Qosimovning o'zi dastxat qo'yganda. Eng muhimi birdamlik. Eng muhimi biz o'zimizniki bo'lgan qimmatbaho narsamizni do'stimizga bera olishimiz. Xudo ko'rib turgan bo'lsa, niyatimiz pokligini bilib turibdi. Nasib o'zi shifo beradi. Shunqorni dadasi tezroq tuzalib ketsin. Aytganingiz. Shifosini bersin. Tutib bo'psanlar. Tutib bo'psan. Bas!
Hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran sudlanuvchi yoki jabrlanuvchi hukm nusxasini olgan kundan e'tiboran 10 sutka ichida apellyatsiya tartibida, hukm qonuniy kuchga kirgandan keyin esa kassatsiya tartibida shikoyat berish yoki protest bildirishga haqli. Raislik qiluvchi sudya Qurbonov. Bobo, men sizning ruhingizni albatta shod qilaman. Bu jasorat va vatanparvarlik ramzi bo'lgan qilichni iymonim kabi asrayman. Sizga va'da beramanki, bobo, men albatta Jaloliddin Manguberdi kabi vatan himoyachisi bo'laman. O'zbekiston qurolli kuchlari tarixida Jaloliddin Matniyozov bo'lib qolaman. Va albatta vatanimga sidqi dildan xizmat qilaman, bobo.